Assalomu alaykum. Shu guruhni kuzatib borayotgan aka-ukalar, opa-singillar, hojona, hojatlar va shu kanalni yuritib borayotgan aka-ukalar, hammalaring tinch omonmisizlar? Eson-omon, sog'-salomat, issiqlarda qiynalmayapsizlarmi? Aka-ukalar, biz xudo xolasa mana fasad sohasida ishlab chiqarishimizni boshlaganimizga 3 yil bo'ldi. Yitki kamen, jitki travertin shunaqa narsalar bilan shug'ullanib yuramiz. Ishlab chiqarishimiz bor edi. Endi bularning orasiga mana bunday termotravertin degan yangi hozir trendda bo'lib turgan termotravertinni ham ishlab chiqarishni yo'lga qo'ydik. Xudo xolasa mahsulotimiz o'ta ajoyib, hammaga yoqyapti. Endi bu mahsulotimizni usta aka-ukalarimiz yaxshi bilishadi. Bilmaganlarga yana bir bor tushuntirib o'tamiz. Bu mahsulotimizni bemalol mana bunday suvoq qilinmagan joylarga bundoq qilib yopishtirib, afshipka qilib ketsa bo'laveradi. Endi hozirda ko'pchilik bilyapsizlar, bunday gazoblok, penablok, shlaka bloklardan oshxona, uy qurib ketishyapti. Shularni endi suvoq qilishyapti ko'pchilik. Qum suvoq qilyapti, boshqa narsa qilyapti, tushib ketib qolyapti. Endi bunga xudo xolasa mana shuni qilib qo'ysalaring, xudo xolasa inshaalloh tushib ketadi. Endi bunga rangi o'chmasligiga xudo xolasa 20 yilgacha garantiya beramiz. Chunki bu haqiqiy travertin toshini hech qanday pigmentlar qo'shilmagan holatda ishlab chiqarilgan. Hech qanday ranglarsiz ishlab chiqarilgan. O'zining tabiiy rangi bu. O'chmaydi hech qachon bu. Mahsulotimiz ancha sifatli, silliq, kafelga o'xshagan. Aka-ukalar, xudo xolasa zakaz beraverasizlar. Zagotovkalarimizni boshladik. Inshaalloh yerda xizmatidamiz. Manzilimiz Norin tumani Uchtepa qishlog'ida, Obod mahalla 52-uyda. Zagotovkalarimizni mana tayyorlab qo'ydik. Xudo xolasa mana biyalarda ham narsalarimiz tayyor. Xo'p, telefon raqamlarimizni qoldiramiz. Opsiyani tagida bemalol telefon qilaverasizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.